Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir privilegiya ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarini faqatgina bizda Mir privilegiyada topa olasiz. Ha aytgancha pul o'tkazmalarini amalga oshirish vaqtida Oxunov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir privilegiya, biz bilan hammasi oson. Assalomu alaykum qadrdon qadrdonlarim, sog'misizlar, salomatmisizlar? Azizlar, Rossiya Federatsiyasida bo'lib o'tayotgan mehnat muhojirlariga dokumentlar talablari bo'yicha biz sizlarga oldin ham video qilgandik. Hozir ham sizlarga qisqacha qilib bitta video qilib qo'yaman. Unga ko'ra boshida, ya'ni 2025-yilda boshida muammo bo'ldi. Rus tilidan ekzamen topshirish, ya'ni rus tilini bilganlik haqidagi sertifikatni olishlik uchun imtihon topshirish ancha muammo bo'ldi. Undan keyingi muammo registratsiya muammosi bo'ldi. Ya'ni juda ko'pchilik registratsiyaga MFC yo pensioniy fond orqali yo через pochta orqali yo boshqa bir tashkilotlar orqali harakat qilib ko'rdi, lekin registratsiyaga qo'yish ham ancha muammo bo'ldi. Juda ko'pchilikniki registratsiyasi bazadan chiqmagan holda ancha problemalar bo'ldi. Endi hozirgi paytda rosa qaynayotgan, juda ham portlayotgan tema bu gosusluga, biometriya bo'lyapti. Bu qanchalik zarur va qanchalik kerak emas degan savol keladi. Endi hamma narsasini men sizlarga boshida aytgandim. Boshqa videolarimni ko'rsalaring, bilib olishlaring mumkin. Rossiya Federatsiyasida mana shu 2025-yilda mehnat migrantlarini etapma-etap migratsiyani rivojlantirish uchun etapma-etap bosqichlari ketyapti dedim. Hozirgi etapi mana gosusluga yetib keldi. Bu gosuslugada nafaqat mehnat muhojirlari, balki o'zini fuqarolarini ham gosuslugaga kirishga to'g'ri kelyapti. Qaysidir ma'noda majbur qilyapti. Chunki barchani xod iqtisodiy, xod meditsina, xod bir oldi berdi boshqa hamma tomonlama har bitta fuqaroni kuzatib, bilib turishmoqchi. Davlat tashkiloti tomonidan kuzatsa bo'ladigan предложениyaga hammani qo'shilyapti. Xo'p, gosusluga qilmasa, biometriyadan o'tmasa nima bo'ladi degan gap bor. Xo'p, shunga men sizlarga javob berib o'taman. Siz Rossiya Federatsiyasiga keldingiz, chiroyli qilib ekzamenni topshirdingiz, registratsiya qildingiz, periodlarda qildingiz, INNni oldingiz, отпечаткаларni topshirdingiz, patentga bordingiz, patentni ham topshirdingiz, patentingiz chiqdi, 2 oylik chekimni to'laganingizdan keyin o'sha 2 oyning ichida ish beruvchi bilan трудовой договорni qildingiz, уведомление qildingiz, hamma yo'q qildingiz, lekin shunda ham siz bir dokumentni to'liq qilmadingiz hisob. Siz shu dokumentlarni oldin qilsangiz, to'liq chiroyli yurardingiz. Hozirgi paytda shularni qilsangiz ham dokumentingiz to'liq bo'lmaydi. Siz Ichki ishlar vazirligini chorniy spiskasiga tushib qolishingiz mumkin, ya'ni qora ro'yxatiga. Bu narsaning nomi restr deyiladi. Restrga tushib qolishingiz mumkin. Restrga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Ana shu sinils olib, gosusluga borib, gosusluga skachat qilib, gosuslugadan o'tish kerak. O'tmasa nima bo'ladi desa, chorniy spiskaga tushasiz, restrga tushasiz. Restrga tushsa nima bo'ladi desa, restrga tushgan odamda birinchi bo'lib nomidagi telefon raqami qulflanadi. Ikkinchi bo'lib bank kartasi qulflanadi. Uchinchi bo'lib bazadan registratsiyasi chiqib ketadi. To'rtinchi bo'lib patenti atmen bo'lib ketadi. Shu narsalarga qarab turib, do'stlar o'tishyapti. Shu narsalarga qarab turib, siz deport yoki zapret bo'lib qolishingiz mumkin. Albatta, registratsiyasiz siz bir joyda ushalib qoladigan bo'lsangiz yoki registratsiyasiz qalbaki bo'ladigan bo'lsa, 18.8 bilan sizga ma'muriy yo'q. Ma'muriy emas. Ma'muriy bayonnoma tuzilmaydi bunda. Hozir aytaman, esimdan chiqib qoldi. Bilganlar yozib yuboringlar-da kommentariyaga. Administrativniy sizga jarima yoziladi bitta. 1 yilda 2 ta administrativniy jarima oladigan bo'lsangiz, zapret yoki deport bo'lib ketishingiz mumkin. Oddiy registratsiyani hisobiga tekshirib qolishsa, registratsiyangiz bazadan chiqqandan keyin. Xo'p, bank raqamingiz qulflandi, bank kartangiz qulflandi. Hisob raqamingizda qancha pulingiz bo'lsa, pulingiz bilan birgalikda qulflab qo'yadi. Pul olish mumkinmi qulflangan kartadan desa, ha, qulflangan kartadan
katta miqdorda ichida pulingiz bo'lsa, oyma-oy yetib olishingiz mumkin. Uni keyingi videolarda kuzatsalaring, aytib boraman. Bank raqamingiz qulflanadi ikkinchi. Yana keyin zaksdan o'tish mumkin emas. Ya'ni bu yerda uylanmoqchi yoki turmushga chiqmoqchi bo'lganlar, nomingizga uy yoki mashina olmoqchi bo'lsangiz, olish ham mumkin emas. Siz faqat Rossiyaga kirishingiz mumkin. Ba'zi bir joylarda sizni registratsiyaga ham qo'yishmaydi darja. Chunki siz reyestrdasiz, chorniy spiskadasiz, qonunni qattiq buzgan hisoblanasiz. O'shaning uchun sinilsa olib MFC yoki pensioniy fondga borib, biometriyadan o'tib, bank kartangizni olib, qaysi bankdan foydalanadigan bo'lsa, shu banklarda ofisiga borib, banklardan ham biometriyadan o'tib, telefon raqamingizni ham biometriyadan o'tib qo'yasiz. Shu bilan все. Qolgan narsalar o'zingiz ixtiyoringiz bo'yicha o'tishingiz mumkin. Qolgan narsalar. Например, men mashinamni kirgizib qo'ydim hozirgi paytda. Nima kirgizib qo'ydim. Yana ba'zi bir narsalarni sekin-sekin kirgizib qo'yapman. Shu o'zingiz haqingizdagi barcha ma'lumotlarni kirgizib qo'ysiz, siz chorniy spiskaga tushmaysiz, patentingizni o'z vaqtida to'laysiz, registratsiyangiz ham bazadan chiqib beradi. Hamma yo'g'ingiz normalniy bo'lib, bemalol Rossiyaning ichida reyestrga tushmasdan bemalol yashashingiz yoki ishlashingiz mumkin bo'ladi. Agar siz biometriyadan o'tmaydigan bo'lsangiz, gos uslugadan registratsiya qilmaydigan bo'lsangiz, reyestrga tushib qolish ehtimolingiz bor. Вот. Shuning uchun reyestrga tushmaslik uchun albatta biometriyadan o'tish kerak, gos usluga skachat qilib, gos uslugadan o'tish kerak bo'ladi. Xatirlar, shu xolos. Boshqa nima emas. Gos uslugadan o'tmasa, biometriyadan o'tmasa nima bo'ladi degan savolga, bularda kimlar o'tishdan misol uchun bosh tortishi mumkin? Oldin patent qilib turib, patent chekini qalbaki qilib to'lanib yurilardi. Ya'niki ba'zi bir посредний realtor shunaqaga o'xshagan odamlar, misol uchun sizga qalbaki chek yasab berardi. Misol uchun bank xodimlari yoki o'zining uyida bir apparatidan qalbaki sizga chek yasab berardi. Ana shu chek bilan siz borib bemalol o'sha registratsiya qiladigan MFC yoki bir boshqa joyga borib, o'sha patentingiz to'langan chekini orqali, qalbaki chek orqali registratsiyangizni cho'zsangiz bo'lardi. Hozir ham bo'ladimi? Hozir ham bo'ladi. Lekin yilda oxiriga borganda sizni barcha danlilaringiz agar gos uslugada bo'lmaydigan bo'lsa, 1 yil to'lagan patentingiz, hamma narsangiz hisob-kitobi nimaga tushmaydi? Налоговыйga tushmaydi va siz 1 yil soliq to'lamagan hisob bo'lib, zapret deport bo'lib qolishingiz mumkin. Mayli, hozir ko'chada uncha militsiya tekshirmayotgandir, reydlar uncha bo'lmayotgandir. Hammani o'z holiga qo'yayotgandir. Ya'ni shunda ham yo'q, men qilmasam bo'laveradi deb yurgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, yilda oxirida ana shu g'alvar ko'tariladigan payt keladi. Ana shunda siz chorniy spiskaga tushib, keyingi yilga zapret yoki deport bo'lib qolish ehtimolingiz bor. Yo'q emas. O'shaning uchun biometriyadan o'tib qo'yinglar. Muammosi yo'q. Hozir ko'ryapsizlar, biometriyadan o'tmoqchi bo'lib, MFCga borsalaring hammani o'zining rayoniga quvyapti. Ba'zi bir oblastlarda даже pul talab qilyapti ekan, biometriyadan o'tgani 2000 rubl, 3500 rubl, yana boshqa rubllar talab qilib so'rayapti ekan. U haqida ham bundan keyin yana video chiqaramiz. Albatta ko'ringlar. Qo'yib ko'rsatib boramiz. Shunaqa bo'lyapti. Chunki nafaqat mehnat muhojirlarini biometriyadan o'tish kerak. O'zlarini fuqarolarini ham hammasini biometriyadan o'tkazyapti. Shunaqa gaplar azizlar. Qisqacha sizlar bilan Botirjon Sobirov bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Albatta kimgadir kerakligini unutmanglar. Rahmat azizlar.